Biz elektriklar uchun reyd boshladik. Birinchi bizning nishonimizga Faz elektron asoschisi Abduqodir aka tushdilar. Ularni obyektlari bitmasdan turib bostirib keldik-da, mana hozir shitlarini birma-bir tanishtiradilar. Ko'ramiz, eshitamiz. O'zimiz uchun yengilliklar bo'lsa, joyida o'g'il olamiz. Hozirdan mana bu narsani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Chunki bu mehnatga arziydi deb o'ylayman. Qani tez-tez tanishtiringchi. Xo'p, bu obyektning o'zida ikkita liniyadan tok kelyapti. Hozircha bitta liniya orqali ishlayapti. Liniyaga atdan avtomat qo'yib berganmiz. Stabilizator qo'yish uchun bypass avtomatlarni qo'yganmiz, master kart uchun elektropривод qo'yganmiz. Bu nima qilib beradi, aka? Bu bizda obyektimizni tokdan uzib, ajratib qo'yib beradi. Tuz katloniga elektropриvoddan foydalanganmiz. Xavfsiz varianti, to'g'rimi? Xo'p, yana Xo'p, mana bu yoqda asosiy qismlarni hammasini attenni qo'yib berganmiz. Keyinchalik UPS qo'yadigan bo'lsa, asosiy orqali ishlaydi. Basseyn qismlari, kattana qismlarni hammasini uzuv orqali qo'yib berganmiz. savol tug'iladi. Nega 1, 2, 3, 4 ta uzuv qo'ygan? Sababi bu yerda yo'l tomonda elektromobilga attenni, ko'cha tomonda elektromobilga attenni, kotelga, samoniga attenni uzuv qo'yganmiz. Xo'p, bu qo'yishdan maqsad nima o'zi? Agar utechka bo'ladigan bo'lsa, avtomatik ravishda tarmoqdan uzish maqsad. Xavfsizlik uchun, to'g'rimi? Odamlarni mana bunaqa korpusga nobodda tok ketib qolgan bo'lsa, uzuv orqali himoya qilib, nobodagi odam teganda tok ursa, o'tish uchun, to'g'rimi? Birinchi o'rinda xavfsizlik. To'g'ri. Chunki saunalarga, basseynlarga ayniqsa uzuvsiz ishlab bo'lmaydi, to'g'rimi? Xo'p, yana noodatiy nimalar bor bu yerda aka? Xo'p, chiroqlarni qo'yganmiz, shitga tortish uchun. Aha. Master kart uzilgan holatda bizda mana bu o'tiriladi. Tarmoq o'zida tok bormi, yo'qmi kontrol qilish uchun indikatorni qo'yganmiz. Kapyo'ligin juda ham bir chiroyli, sifatli ish bo'libdi. Erinmasdan termosatkalarni JZK qilib qilgan ekansiz, adashib ketmaslik uchun hamda sizdan keyingi kelgan odam umuman qiynalmas ekanda yoki. Shuning uchun hammasini markirovka qilib qo'yganmiz. Gap Markirovka qilib. Keyin yana bitta savol tug'iladi. Nega aynan 90% mahsulotni Chin brendidan olgansiz? Oldinlari hech Chin ishlatganingizni ko'rmagan edim. Chin brendiga hozircha talab kuchayyapti. Ishonch ortyapti odamlarni. Shuning uchun biz ham kitlarimizda yig'ishni boshladik. Chin brendidan, baholasi sifatini oqlayapti. Baholasi. Erkach hozir Chin reklama qolmadi. Reklama qiladi. Biroz bilasizlar, bizda hech qachon ssenariy bo'lmagan, postanovka bo'lmagan, hammasi paxodi bo'lib ketgandi. Shu bois mana orasida o'zingiz uchun bilib oldinglar. Bypasslar Sensi brendiniki, mana Digital brendiniki. Bu ham Sensi brend, avtomatlar deyarli 90% hammasi Chin brendiga tegishli. Sizlarga savol, yana kimni shitlarini borib, obyektlarni reyd qilib, ularni ishlarini obzor qilib berishimizdan xoli ostida izohlarda fikringlarni qoldiringlar. Sizlarni ham obyektga borib kelamiz. Biz boshda davom etamiz. Akamni obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.